Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana o'sha Riyoziyat kanali va bugungi video rolikimizda yana mana shu qishlog'imizni kuchaytiramiz. Qani bo'lmasa let's go do'stlar. O'tgangi videoda ya'ni biblioteka, ya'ni kutubxona qurdik. Mana shu kutubxonani qurdik, labirint kutubxona. Keyin men bitta videoni olib turib o'ylandim. Bunga gilam qo'yib chiqsak-chi deb o'ylandim. Bugungi videoda mana shuni gilam qo'yib chiqamiz, keyin boshqa ishlarimiz uchi-puchi bo'ladi. Masalan, ko'k rangni yaxshi ko'raman, shuning uchun ko'k rang qo'yaman men. O'zingizlarda qalay, ishlaringlar yaxshimi? Mana shuni qilganimcha do'stlar, obuna va like bosib qo'yinglar, shuncha mehnat. Yarımca like abone basıp koyuylar. Do'stlar, nega demak yomg'irli karta bilasizlarmi? Birinchi qismdan ko'radi, birinchi qismdanmi, nechinchidir qismdan boshlab har videolarga yo'g'adi, har kirganimda yo'g'adi, har doim yo'g'adi. Yomg'ir karta ekan do'stlar. Yomg'ir tugashini xohlasangiz like obuna bosinglar do'stlar. Yomg'ir tugashini xohlasanglar like obuna. 1 2 10 deb qolishim kerak. Hozir yomg'ir yo'q qilamiz. Obuna va like bosinglar sizlar, lekin xo'sh do'stlar, sargina pauza qilib turibman. E'tibor bermanglar, sizlarga ovoz eshitilgan bo'lsa. Do'stlarim chaqirib qoldi. Xullas, yaxshi. Bibliotek ham bo'ldi. Endi uchi-puchi bo'ladigan narsalardan boshlashimiz kerak. Bugungi videoda nima qilsak bo'ladi? Bugungi videoda matga so'ylaymiz. Qanday aytamiz mana shu yerga? Demak, bizga kerak bo'ladi hozir akvarimlari. Hazil. Endi zinalarni ham bizdan buqasidan kerak o'zi ham. Suvormaydi faqat. Stadionimiz nomini nima qo'yaylik? Arkadaşlar. Stadionning nomini nima qo'yaylik? Kommentariyaga yozib ketinglar, nima quraylik, nima qilaylik, nima nom beraylik bunga. Kommentariyada yozib ketinglar. Mana shu yerdan qilsak do'stlar. Biz ham sekin stadionlarimizga pulimiz yetsa, keyin kuchaytiramiz. Hozirchalik ikki tomonlama yetadi. Anchalik uchi-puchi qilgandan keyin videoni yoqaman. Xo'sh, do'stlar, mana bir tomonni qilib bo'ldim deyarli va endi bu yerga zinalardan qo'yishimizdan oldin yana ozgina kattaytiraylik, net olib turib qoldi. Yetsa kerak, obunachilar. Yaxshi. Do'stlar, hamma videoyim avtomatik yuziladi. Bu ham avtomatik yoki o'zim yozaman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz birinchi qismdan ko'rishinglarni tavsiya qilaman.
birinchi qismdan ko'rsangiz tushunib olasizlar. Yangilar yani. Zamonaviy shu yuradigan zina poyani anaqasi yo'qmi? Qizil ranglisi. Komment yozib ketinglar, qizil ranglisi bormi mashina? Shu ham bo'laveradi bizga. Kommentariyaga yozib ketinglar, yana nima quraylik. Yaxshi qilyaptimi? Obunachilar yozib ketinglar. Lekin yarasha obuna ham bo'lib qo'yinglar. Qayta so'raveraman, men so'raveraman. 11 ta bo'ldik, lekin hali bizga ancha ko'p obunachi kerak. Buni deyarli qilib oldim. Tugatdim bir tomonini. Bu yerga potrab tushib ketmasligi uchun kimda reshetka qilib qo'yaylik. Texnologiya bo'ladi. Magunda olamiz. Mana marta tayyorgani anaqa narsalarimiz bor. Texnologiyalarimiz bor. Menda yetarli texnologiyalar bor. Yo'q, yana texnologiya bor deyapman. Bilasizlar, hamma stadionlar birinchi mana shunaqa bittali manaqa stadionlardan boshlab keyin kuchayadi. Bilasizlar. Yaxshi qilyaptimi? Yozib qoldiringlar kommentariyaga. Yaxshi qilyapti. Kanishni yaxshi qilyapti, to'g'rimi? Potrab tushib ketmasligi uchun tepaga ham qilamiz. Izaya. Xo'sh, mana ularga ham qilib qo'ysak. Menimcha bu video mashina bilan olib borib bo'lamiz shekilli-ku. Ancha kundan beri mashina aytaman. Stadion qurgan kunimizdan beri mashina aytaman. Keyingi qismlarda quramiz deb turib, mana endi vaqtim bo'ldi. Mana endi quryapmiz. Mana bo'ldi ya. Marta bunday chiqadi. Bunday keladi. Mo to'rga ehtiyot bo'ladi. Endi to'rga yopishib qolmas endi. Potrab yopishmas. Shunday keladi, o'tiradi. Futbolni ko'radi. Basharasiga to'p kelsa keladi. Keyin burchaklarga mana shu narsa qilib qo'yish kerak. Qaniydi? O'ziniki bilim qayerda qolyapti ko'zimda. Qaqada qoling yana. Keyin sariq. Buncha har doim videoga yo'q. Bu haqiqatdan yomg'irli kart ekan. Texnologiyam kuchlimi? Kuchli ekan, ishni kuchli. Kuchsiz bo'lsinmi?
texnologiya. Bo'lsa, motorib kesayotgan bo'lsa, любой tarafga qo'yavoringlar. Bilasizlar, o'zi mana shunaqa joy bo'ladi. Mana tam cho'tki chiqdi. Endi buni orqa tarafga qilsak yoki yon tarafga qilaylikmi? Yon tomonga qilaylikmi? Xuddi orqa tomonga qilamiz balki. Necha yer tekkizlab chiqishim kerak. Yer tekkizlab bo'lgandan keyin videoni yoqaman yana. Xullas do'stlar, video shu yerda tugar ekan do'stlar. Keyingi videoda mana shu ikkinchi tarafini qilamiz do'stlar. Obuna va like bosib qo'yinglar. Bo'lmasa hammanglarga xayr do'stlar. Obuna va like esdan chiqmasin.